Assalomu alaykum. Bugun biz samolyot qanotlarining hujum burchagi haqida gaplashamiz. Samolyotning hujum burchagini to'g'ri tushunish juda muhim, chunki u ko'tarilish kuchi va stol, ya'ni ko'tarilish kuchi yo'qolish holati bilan bevosita bog'liq. Keling, qanot kesimini ko'rib chiqamiz. Agar qanotni oldindan orqagacha o'rtadan kesadigan bo'lsak, kamber chizig'i hosil bo'ladi. Bu chiziq bo'ylab qanotning yuqori qismi qalinligi pastki qismi qalinligiga teng bo'ladi. Kamber chizig'i boshlanadigan joy bu oldingi qirra, tugaydigan joy esa orqa qirra deyiladi. Bu ikki nuqtani to'g'ri chiziq bilan bog'laganda akkord yoki kord chizig'i hosil bo'ladi. Uchish vaqtida samolyot atmosferadagi havo zarralari orasidan o'tadi. Ushbu zarrachalar samolyot bilan atmosfera orasidagi nisbiy harakatni ifodalovchi nisbiy havo oqimini hosil qiladi. Nisbiy havo oqimi samolyotning parvoz yo'nalishiga qarama-qarshi yo'nalishda bo'ladi. Hujum burchagi bu akkord chizig'i bilan nisbiy havo oqimi orasidagi burchakdir. Bu burchak samolyotning holatiga qarab o'zgaradi. Masalan, tekis parvozda samolyot burnini yuqoriga yoki pastga burganda hujum burchagi o'zgaradi. Ammo barqaror ko'tarilish paytida nisbiy havo oqimi endi gorizontal bo'lmaydi, balki samolyotning parvoz yo'nalishiga moslashadi. Shuning uchun samolyotning burni yuqoriga qaratilgan bo'lsa ham, hujum burchagi tekis parvozdagi bilan bir xil bo'lishi mumkin. Xuddi shunday, tushish paytida ham nisbiy havo oqimi samolyotning pastga yo'nalgan parvoz yo'nalishiga mos ravishda o'zgaradi. Lekin hujum burchagi baribir o'sha darajada qoladi. Ushbu darsdan xulosa shuki, hujum burchagi bu akkord chizig'i va havo oqimi yo'nalishi orasidagi farq bo'lib, u qanotning ko'tarilish kuchini hamda stol holatini belgilaydigan asosiy parametr hisoblanadi.